Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 18-iyul kunidan 21-iyulgacha kutilayotgan ob-havo prognozlari e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun videorolik ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. Siz bu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20-iyul kunlari 25-30 daraja, 21-iyul kuni 20-25 daraja, kunduzi 18-19-iyul kunlari 40-45 daraja, 20-21-iyul kunlari 34-39 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 18-20-iyul kunlari kechasi 28-33 daraja, kunduzi 40-45 daraja, 21-iyul kuni kechasi 24-29 daraja, kunduzi 34-39 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja, kunduzi 18-20-iyul kunlari 38-43 daraja, 21-iyul kuni 34-39 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 27-32 daraja, kunduzi 18-20-iyul kunlari 41-46 daraja, 21-iyul kuni 38-43 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi 18-20-iyul kunlari 38-43 daraja, 21-iyul kuni 35-40 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 18-20-iyul kunlari 30-35 daraja, 21-iyul kuni 25-30 daraja bo'ladi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling.